Aziz ağa, uyumuzdagi Aziz ağa, uyumuzdagi sigirlarimizni sütü kamayib, ishtahasi bo'g'ilib turibdi. Shuna nechik dorilarni tavsiya etasiz? Bu holatda sigir organizmida vitamin va mineral balansi buzilgandan kelib chiqadi. Xuddi shu kasallikni davolash uchun bizda Yemena qo'shib beradigan Novamix firmaning sog'in sigirlar uchun Permix'i bo'ladi. Bu Permix'ni bir qashdan qo'shib beriladi. Azamga yemina bir qash, kechki yemina bir qash. Undan tashqari Bebinor firmani Immunomax degan vitamin ham bo'ladi. Bu ham sog'in hayvonlar uchun beriladigan vitamin hisoblanadi. Buni ham berilishi azamga yemina bir qash, kechki yemina bir qash qo'shib beriladi. Undan tashqari bizda Multivit Plus Mineral degan ukollar ham bor. Bu ukollarning ishlatilishi 20 kilotrik vazna 1 grammdan hisoblab sanaladi. Bu narsa hayvon organizmidagi vitamin va mineral balansini normaga kelib beradi. Vitamin va mineral balansi normaga kelganligi bilan sutni süt ko'payishi ham, sutning qaymoqliligi ham, jирность ham hammasi normaga keladi. Ushbu dorilarimizni bizning lider veterinar ekanimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Kelaverasizlar.